Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Ertaga qaysi viloyatlarda yomg'ir yog'ishi prognoz qilindi? Barcha fuqarolar ogoh bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet 6 dekabr uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra shanba kuni aksariyat hududlarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat kechqurun biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0-2 daraja iliq, kunduzi 9-11 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 2-7 daraja sovuq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatida ba'zi joylarda kechqurun yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, ba'zi joylarda 2 daraja sovuqqacha, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, -2 daraja iliq, kunduzi 6-11 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 1-6 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Prognozlarga ko'ra, dekabrning boshlarida respublika bo'yicha qish faslining boshi uchun biroz iliq va quruq ob-havo saqlanib turadi. Keyinchalik oyning oxirigacha harorat kechalari 0-5 daraja iliqdan 2-7 daraja sovuqqacha, kunduzi kunlari 10-15 daraja iliqdan 0-5 daraja iliqqacha o'zgarib turadi, deyiladi prognozlarda.